Salom. Butun dunyoga mashhur, ko'pchilikning sevimli qo'shiqchisiga aylangan Inna ushbu dasturimiz qahramonidir. Asl ismi Yelena Aleksandra Apostolyon. Tug'ilgan vaqti 1986-yil 16-oktyabr. Tug'ilgan yurti Ruminiya. Juda ko'p xonandalar bilan duet kuylagan. Inna ilk ijodini Play Win bilan 2008-yilda Hot taronasi bilan boshlagan. U Inna taxallusini olganiga sabab Innaning bobosi uni shunday ism bilan chaqirgan. Hot taronasi 2008-yil dekabr oyida Romanian Top 100da 5-o'rinni egallagan. 2009-yil aprelda esa Love taronasi Romanian Top 100da 4-o'rinni egallagan. 2009-yil Inna birinchi marta Eska Music Awards eng yaxshi tarona va eng yaxshi qo'shiqchi nominatsiyasiga sazovor bo'ldi. 2009-yilning yozida Bob Taylor bilan birgalikda Deja Vu taronasini kuylashdi. Bu ko'p davlatlarda hit darajasiga ko'tarildi. Innaning hozircha kuylagan taronalari 100dan oshgan. Hozircha Innaning 4 ta albomi va juda ko'p qo'shiqlari mavjud. Kanalimizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.